Assalomu alaykum mushtabli qarindoshlar. Men Hamid Nasriddin. Ma ixtiyor muxbir Ahmad Ajim. Vahobiylik Qur'ondagi din shu debdi. Depilib yana oxirida buning ba'zi bir o'xshamaydigan taraflari bor debdi. Ahmad Ajim haqiqiy Qur'onga cho'kinib kirsa, Qur'onni tushunamagidek, bilamagidek odam emas biladi uni. Vahobiylik Qur'ondagi din emas u. U o'z oldiga ahli sunniy vel jamoaning bir firqasi. Allah'ın dini ile alakası yok, ayrı bir din o Vahhabilik mi? Ehli sünni vel cemaat özü Şiye'le 12-13 firqaga bölünse, ehli sünni vel cemaat 4 mezhepke bölüngenden başka, yani aşının koşuş firqalarga bölünüklük bolsa bölünüklük. Meyli Şiye'lerinin bolsun, meyli sünnilerinin bolsun, Kur'an'daki dini bilen hiç qanday alakası yok. Alakası yok. Hemmisi Kur'an'ı suistimal kılıp, Kur'an'a iman keltirimiz deb, Kur'an Allah'ın sözü deb, xuddi aşınından ilip dinga amal qilayotgandek, aşı Kur'an'ın ko'rsatgandek amal qilayotgandek, nurg'un hukmlarni shu Kur'an'dan ilip bir narsalarga hukm berayotgandek, Kur'an'ni asosiyatdan egiz beshiga olib qo'yib turib, uning hukmiga e'tibor bermaydi. E'tibor bermaydi. Vahobiylar mu İsa tushdi deb e'tiqod qiladi. Kur'an'da İsa tuş doğruluk zerrecilik işaret yok. Vahhabiylar mı Mehdi çıkıdı deb itiraf kılıdı. Mehdi çıkıdığan doğruluk zerrecilik işaret yok. Vahhabiylar murtedni öldürüş gerek deydi de kattık durdu bunun da. Kattık durdu. Zinaxurni öldürüş gerek deydi. Namaz okumak adamını öldürüş gerek deydi. Hatta ki Vahhabiylar Allah Kur'an'da birisini sizler esirge ilip alsanlar, ularning sizga sizlarga qarıştırdığı kuch chiqolmagan chaqda ulardan yoki to'lam elinglar yoki rahim qilish yuzidan qo'yib etinglar da'vosi desa, ularning qo'liga tushib qolgan asirlarni ko'zingizni qartib turib o'ldirdi. O'ldirdi. Vahobiylar mana mushunda Qur'on bilan hech qanday aloqasi yo'q narsani din deb e'tiqod qiladi. Birisi şu Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisini sahih dese, inkar qilgan adam kafir oludu deydi. Lekin o hadis Kur'an'a uygun kelyaptamdı, kelmayaptamdı. Kur'an'a uygun bolsa, Kur'an'ın merkezi ideyasi bilan uygun bolsa, to'g'ri Peygamber ma gapni qilibdi desang bo'ladi. Lekin Qur'ondagi hukmlarni inkar qilib turadigan, Qur'on bilan qat'iy o'xshamaydigan aşında bir narsani hadis deb qabul qilib olsan qanday bo'ladi desa, nima deydi desa, shu Vahobiylar uning raviysi qaraysa, anasi qaraysa, manasi qaraysa, sanatiga qaraysa, shuning bilan sahih deysa, uni Qur'onga selishning hojati yo'q deydi. Hattoki nurg'un hukmlarni Qur'on bilan bermay, aşında hadislar bilan o'zining qarashlari bilan dinga nurg'un o'ltirishlarga shu hukmni Vahobiylar berdi. Vahobiylarning ba'zi bir taraflari biz din deb e'tiqod qilib kelgan burungi e'tiqodimiz bilan o'xshamaganlik uchun Qur'ondagi din shu o'xshaydi deb qolsak bo'lmaydi. Uning Qur'ondagi din emas uning dini. U o'z oldiga bir din u. Islom dini bilan hech qanday aloqasi yo'q. Ahli sunniy vel jamoaning nurg'un firqalari va uning islom dini bilan hech qanday aloqasi yo'q. Ahli sunniy vel jamoa o'zi bir din, ayrim din, islom dinidan boshqa bir din. Uning firqalari yana islom dinidan ayrim bir firqa, ayrim bir din. Şiye'lem şundak. Kur'an bile hiç qanday alakası yok. Allah'ın diniyle alakası yok. İslam deb Allah insanı düşürpegen diniyle hiç qanday alakası yok. Öz aldığı bir din. Demek şu Vahhabiler olsun, kim olsun, Kur'an'ın dini bilen alakası yok. Alakası yok. Kur'an'ın dini nimi deydi dese, her qandaq narsani Allah halal qilgan narsani hech kim harom qilolmaydi. Allah harom qilgan narsani hech kim Allah halal qilgan narsani hech kim harom qilolmaydi, harom qilgan narsani halal qilolmaydi deb qaraydi. Bularning e'tiqod qiladigan dinlardachi desa, Allah chiroyli hukm chiqarib bergan, ashdan zinoxurga daruringlar degan so'z, murtadni o'zining ixtiyoriga qo'yib etinglar, uningda hisobni men o'zim olaman da'vosa, namaz okumamda o'zining ixtiyoriga qo'yib etinglar, u hisobni men olaman da'vosa, bular hammasini Alloh nomidan ashunda hisob oladigan, Allohning dini qilib o'tirga chiqib olgan insonlar hammasi. Allohning dini bilan, kitobi bilan hech qanday aloqasi yo'q, halol haromlarni o'tirga chiqqan.
Allah Qur'onda deb bergan halol haromlar aniq hamma odam chunqurroq tafakkur qilsa, uni tushunalaydi, bilalaydi. Lekin mayli vahobiylar bo'lsin, mayli kim bo'lsin, ahli sunniy vel jamoaning qaysi bir qismi bo'lsin, ularning Allohning dinida harom qilgan narsalardan boshqa shularning firqillari halol harom qilib olgan narsalar intayin jiq. Hech kim Alloh nomidan bir narsani halol va harom qilolmaydi. Demakchi o'g'lim, vahobiylik u Qur'onning dini emas u. Qur'onning dini emas. Yuqorida deganimdek hammasi Qur'onni ulug'lab qo'yib turib, Qur'onning hukmi bilan hech qanday munosabati yo'q, Qur'onning markaziy ideyasi bilan hech qanday munosabati yo'q bir narsani islom dini qilib ko'rsatib, Alloh bilan adam aldaydigan odamlarmiz. Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz bu yerda bir dinninki, ya'ni o'zimiz e'tiqod qilayotgan dinning to'g'risi va xatosi to'g'riliq gaplashyapmiz. Hech qanday oyat yoki hadis hech narsani aralashtirmaymi? Hozir dunyo vaziyati to'g'riliq, dunyodagi o'zimizning o'rni to'g'riliq, kimlar bilan yaqin o'tishimiz kerak, kimlardan yiroq turishimiz kerak, qaysi gap so'zlarga diqqat qilishimiz kerak degan temalardimi? O'zimizning millatiga foydali bo'lgan, ash tajovuzini qo'g'lab chiqarishga foydali bo'lgan temalarga aralashyapmiz. Bugungi o'tkazilayotgan suhbat ba'zi kunlarda doim o'tkazilib turdi. Bugun yana diniy temada asıl munozir bo'lib qoldi. Bu munozir asosiyatdan dinning to'g'risini va xatosini tepish. Biz bu dinning to'g'risida mangan bo'lsak, bu kunga qoladigan millat emas biz. Mushu dinning bizga, shu dinga iymon keltirgandan keyin, shu dinning bizga iymoninglarning burchi deb o'tir qo'yib berayotgan boshqalarni tajovuz qilg'izmay chegara mudofialarni mustahkam qo'g'dash, agar tajovuz qilib kirib qolsa, uningga mol berib, jon berib, uni qo'g'lab chiqarib etishni shu iymoni burchimiz bizning deb shu Qur'on o'tir qo'yib bergan shu burchini millatga bildirish uchun Qur'ondagi davlatchilik eni degan qanday bo'ladi, millatchilik degan qanday bo'ladi, shu narsalarni shu Qur'on o'tir qo'yib bergandan keyin shuni bildirish uchun tirishchilik ko'rsatyapmiz. Biz her daim özümüz e'tiqod qilayotgan hem bu dunyoligimiz hem u dunyoligimiz bilan munosabatlik shu dinga ahamiyat berib uni tafakkur qilmasdan shu ko'p sonliqqa ergishimiz deb shu mushriklarcha din u ko'p sonliqqa ergishimiz deydigan bir narsa emas. Bu din Allohning dini. Ko'p sonliqning to'g'rimi yo Allohning da'vatini to'g'rimi? Ko'p sonliq umumyuzlik buzilib ketgan bo'lsa-chi, mushrik bo'lib ketgan bo'lsa-chi, shu dindan chiqib ketgan bo'lsa-chi deb tafakkur qilishni Alloh buyurdi. Ham shu ko'p sonliqlarningki asos jihatdan gapining to'g'ri emasligini, tutgan yo'lining xato ekanligini, haqiqiy to'g'ri dinning mush Allohning dini, yana mush Allohning kitobi ekanligini so'zlagan nurg'un oyatlar bor. Shuning uchun desa biz nima ishim bor uning to'g'ri xatosi bilan shu ko'p sonliqnikini qo'llab ketaversam bo'ldi-ku deb shu ko'p sonliqni qo'llab ketaverib, u ko'p sonliq eng oxirida bizni musholig'i tushagan. Nima uchun musholig'i tushagan desa, shu ko'p sonliq e'tiqod qilayotgan din vatan demaymiz, millat demaymiz. Ziminning qanday yeriga bital jaynimizni passa shu yerda bir namozimizni o'qiyadi saqlab bo'ldi, o'zimizni tutadi saqlab bo'ldi. Bizning vatan millatni saqlashimiz ancha muhim narsa emas. Biz mush iymonimizni saqlab qolsaqli bo'ldi deydi. To'g'ri, shu iymon keltirgan shu iymon qanday bo'lgan saqlab qolgani bo'ldi desa, men iymon keltirdim deyish bilan emas, shu iymonning burchini ado qilish bilan bo'ladi. U iymonning burchi nima? Nimaga buyurdi u iymon desa, ko'pincha vaqt Qur'onni o'tirib qo'yishimiz sabab nima desa, Qur'ondan chetnab ketgan din, Qur'ondan bizni chetnatib chiqib ketgan qalamqon qilib o'tgan din bizni oxirida vatanchilikdan, millatchilikdan yiroqlashtirib ketib, vatan uchun mol berish, vatan uchun jon berishdan yiroqlashtirib ketib, qayerda qo'sqingiz to'ysa, qayerda namozingizni o'qiy olsangiz, shu sizning vataningiz degan bir ufqun paydo qilib, vatandek muqaddas bir narsani Qur'on qo'g'dash uchun o'tirib qo'ya olsa, uning beparvo qaraydigan bir holga tushagan. Tushaganligini tonib yetganligimiz uchun desa,
ma Qur'onga kel. Qur'on asli bizni qiladigan xizmatni, haqiqiy xizmatning nimaligini, haqiqiy dushmanning nimaligini, tajovuzning nimaligini, tajovuzchi qarshi qanday xizmatlarni qilishimiz kerakligini ma Qur'on deb beradi. Mala Allah'ın namıdın yalganını sözlep Allah bilen bizni aldap ma Qur'onda icrahlashtirib ketdi deb ma Qur'on bilan o'tirib qo'yadimiz. Qur'on bilan o'tirib qo'yaversak, dunyoning qayerida shu jamoat ko'p bo'lsa, shu jamoat bilan yashayversak bo'ladi. O yashayvergin bo'ldi o jamoat bilan. Yashayvergin bo'ldi. Lekin yashayversangiz-chi desa, shu vataniniz uchun, millatingiz uchun haqiqiy jon beradigan, mol beradigan, shu iymoningizning burchini bilmay, kalidek yashaydigan ish chiqadi. Ashuna bilan aldanib, ashuna bilan jannatga kiraman deb, ashuna bilan o dunyoda eng afzal odamga aylanaman deb, jannatul firdavs kiraman deb yashaysiz. Amaliyotda cho'ng bir so'roqning ostida qoladiganligingizni, cho'ng bir javobgarlikqa tortilib qoldiganingizni bilmaysiz. Iymonning nimaligini bilmasangiz, iymoniy burchingizning nimaligini bilmasangiz, iymoniy burchingizning nimaligini nima bildirdi sizga desa, Qur'on bildirdi. Qur'on bildirdi. Qur'on davlatchilik deganning qanday bo'lganligini, millatchilik deganning qanday bo'lganligini, zimminni qo'g'dashning qanchalik muhimligini, uning uchun mujodala qilsa, u inson haqiqiy bir insonlik bilan yashaydiganligini hammani Qur'on o'tirib qo'ydi. Lekin Qur'onsiz musulmonlikchi desa, abay deganimizdek vatanchilik, millatchilikdan bizni yiroqlashtirib, vatanning xizmatini, millatning xizmatini tafarrut bir narsa qilib, qayerda bir namozimni o'qiblam, ashadi o'lib olsamni bo'ldi deb vataningizni haq besib, ota-onangizdan tortib, singillaringizdan tortib, ochillaringizdan tortib bosqinchilik qilib olsa, vijdoningiz qaynamaydigan bir narsaga aylantirib qo'ydi insonni. Qur'onsiz musulmonlik. Assalomu alaykum, mushtoblik qarindoshlar. Endi bu savol oddiy savol emas. Dehqoncha deb qo'ygan bilan oddiy emas. Buni yoki o'zimiz e'tiqod qilayotgan dindan yoki o'zimizning hozir holatidan, dunyo siyosatidan ayirib qaraydigan bir narsa emas. Bizning dinimizmi shu vatan uchun, millat uchun jonni berishga, molni berishga tavsiya qiladi. Uni qo'g'dashga, tajovuzni qo'g'lab chiqarishga buyuradi. İnsanlığımız özümü buyuruydu. Mayli dinga e'tiqod qilgan millat bo'lsin, mayli e'tiqod qilmaydigan millatlar bo'lsin, o'zining vatanini jon berib, mol berib qo'g'daydi. Hech qanday boshqa yerdan bir mukofot keladi deb o'ylamagan, dinga e'tiqod qilmaydigan, men shu vatanim uchun o'lsam jannat kiraman deb o'ylab boqmaydigan millatlarmi islom diniga e'tiqod qilmaydigan. Ashundaq millatlarmi desa, mening bir insoniy burchim bu vatanni qo'g'dash deb qaraydi. Bizningcha desa, bizning dinimiz asos o'rin qo'ydi. Ashuni qo'g'dashni, tajovuzini qo'g'lab chiqarishni, shuning uchun mol berishni, jon berishni asos o'rin qo'ydi. Hem diniy majburiyatimiz, hem milliy majburiyatimiz bizniki. Vatandan ham qanday sharoit ostida voz kechidi. Hech kim vatanda voz kechsa bo'lmaydi. Voz kechish u bir xoinlik, munofiqlik, bu inson qalbidan chiqqanlik bo'ladi. Vatandan hech kim voz kecholmaydi. Zodi bu voz kechmisi bo'lmaydigan, ya voz kechmisi bo'lmaydigan bir narsa yo'q. Hijrat qilish degan gapning o'zi nima? Shu Qur'ondagi hijrat. Nima? Shu yerdan voz kech degan gapmi? Yoki hijrat qilish orqali sen shu diningni barpo qila oladigan bir kuch hosil qilib, ya'ni din buyurayotgan shu vataningni, shu xalqingni qutuldira oladigan, vataningni qutuldira oladigan, shu zulmga qarshi oladigan bir holatni o'zingda yetildirib, uningdan keyin shuning qarta kurash qil degan gapmi desa, hijrat qil degan gap biriga ketibla shu namozingni o'qib, ro'zangni tutib, o'zankaga yana unutib ket degan gap emas. Hijratdagi asos maqsad shu desa, shu o'zing Allah sana buyurgan şu dinni, yani iman aldığındaki şu burcunu ada qila oladigan sharoitni yetildirib, aşı ziminga, yani adaletni barpo qil degan gap.
barpo qil degan gap. Voz kechib ket degan gap emas. Voz kechib ketgan degan gap emas. Allah'ın zimini kengir emasmidi? Sizlar shu yerga yo'tkazsanglar bo'lmasmidi dedi degan oyatlar zot nimani maqsad qilyapti? Allah'ın zimini kengir nega berib musulmon bo'lib yashasang bo'ldi, u vataningda voz kechib ket degan gap emas u Qur'on. Agar unda yeri bo'lgan bo'lsa payg'ambar alayhisalom Makkaga hujum qilamiz, Makkani olamiz deb burmunch jidal qilmasdan Madinada namozni o'qib o'tiraverdi. Madinada shunday unda yashaydi. Şu ayetning hukmi bo'yicha Allohning zimini kengrisida hijrat qilsanglar bo'lmasmidi degandan keyin hijrat qildi. Unda o'zi nimishga urush qildi? Qaytadan kelib Makkani nimishga fath qildi desa, u yani unutib ketgani bo'ladigan yer emas, unutib ketgani bo'lmaydi. Hijrat qilishdan maqsad, yo'tkilishdan maqsad aslidagi g'oyaga erishish, shu maqsadga erishish, shu degan nishonga yetish.